Bugungi dunyoda axborot hajmi har soniyada o'sib bormoqda. Ma'lumotlar ombori yo'q, bu kompyuter xotirasida saqlanadigan, o'zaro bog'langan va qat'iy tartiblangan ma'lumotlar majmuasidir. Ma'lumotlar ikki xil bo'ladi. Birinchisi strukturalanmagan. Bu xuddi tartibsiz yozilgan matnga o'xshaydi. Ismi, familiyasi va manzili aralash-quralash holda gang. Ikkinchisi strukturalangan. Bu yerda har bir ma'lumot, familiya, ism, sana aniq. Ma'lumotlarni kompyuterda tasvirlashning 3 ta asosiy modeli mavjud. Bular iyerarxik ben, tarmoq va relyatsion modellardir. Iyerarxik model mukkik bu teskari daraxtga o'xshaydi. Yuqori pog'onadagi element pastkisini boshqaradi. Tarmoq modelida esa cheklovlar yoloq. Har bir element boshqa ixtiyoriy element bilan bog'lanishi mumkin. Bu xuddi o'rgimchak to'riga o'xshaydi. Eng ommabop model bu relyatsion model. Bunda ma'lumotlar jadvallar ko'rinishida saqlanadi va ular o'zaro kalitlar orqali bog'lanadi. Yaxshi MOP'da quyidagi talablarga javob berish kerak. Ma'lumotni kiritishda soddalik, tezkor qidiruv va ma'lumotlar xavfsizligi. Access'ning eng katta yutug'i u Word va Excel bilan mukammal ishlaydi. Ma'lumotlarni biridan ikkinchisiga import va eksport qilish juda oson. Dasturni ishga tushirish uchun ish stolidagi yorliqdan yoki bosh menyudan foydalanish kifoya. Dastur ochilganda sizni sodda interfeys kutib oladi. Bazani yaratishdan oldin loyiha tuzish kerak. Muammoni qo'yish, obyektni tahlil qilish va modelni tanlash. Shoshma-shosharlik yaramaydi. Access oynasining yuqorisida Fail, Glavnaya, Создание kabi menyular joylashgan. Ular orqali jadvallar, so'rovlar va hisobotlar yaratiladi. Eslab qoling, Access'ning asosiy elementlari bu jadvallar va so'rovlar tashi. Shuningdek, ma'lumotni qulay kiritish uchun formalar va chop etish uchun hisobotlar mavjud.